الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Bugungi suhbatimizda mana shu Zulhijja oyini avvalgi dastlabki 10 kunligi haqida gapirmoqchimiz. Alloh taolo mana shu Zulhijja oyini juda katta bir fazilatli qilib va juda katta bir xususiyat ato qilgan. O'zi yilni 12 oyi va har oyni 29-30 kunlari bo'lsin va har kunni 24 soati bo'lsin va har soatni 60 daqiqasi bo'lsin, bu hammasi o'zi bir xil. Bu hammasini Alloh taolo o'zi paydo qilgan. Lekin Alloh taolo mana shu yilni ba'zi oylarini, ba'zi kunlarini, ba'zi kechalarini, ba'zi haftalarini Alloh taolo o'zini rahmati uchun xos qilib qo'ygan bo'ladi. Ba'zi joylar bo'lsin, ba'zi maqomotlar bo'lsin. Payg'ambarlarning ichida ham ba'zilaridan fazilat qilib yaratgan Alloh taolo. Va tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Payg'ambarlar ham bir-birlaridan nima fazilatlari bo'ldi. Xuddi shunga o'xshash oylarni ham, mana shu yilni ichidagi oylarni ham ba'zilarini ustiga fazilatli qilib qo'ygan. Ba'zi kechalarni boshqa kechalarning ustiga, ba'zi kunduzlarni boshqa kunlarning ustiga. Nima uchun Alloh taolo shuna qiladi? Nima uchun ba'zi oylarni, ba'zi kechalarni, ba'zi kunlarni Alloh taolo o'zini rahmati uchun nima uchun xos qilib qo'yadi? Nima uchun fazilatli qilib qo'yadi? Nima uchun o'sha kundagi, o'sha kechadagi a'mollarni ajr savobini ko'tarib yuboradi? Alloh taolaning rahmati ko'proq yog'adi. Nima uchun bularning fazilatini ko'tarib yubordi? Buni sababi shuki, bu ham bizni ustimizga bo'lgan Alloh taolaning rahmati, Allohning ehsoni. Chunki inson o'zini dunyoviy ishlari bilan bo'lib, dunyoviy masrufiyatlari bilan bo'lib, dunyodagi maqsadini esidan chiqarib qo'ygan bo'ladi, maqsaddan chetlashgan bo'ladi. Alloh taolo shunday bir xos kunlarni o'zini rahmati bilan xos qilgan holatda ana shu insonni yana shu maqsadga qaytib kelishligini xohlaydi. Dunyoda paydo qilinishimizdan maqsad vama xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Alloh taolaga ibodat qilishimiz kerak edi. Allohni rozi qilishimiz kerak edi. Lekin dunyoviy masrufiyatlar bilan bo'lib, dunyoviy mashg'uliyatlar bilan bo'lib, dunyoviy ishlar bilan bo'lib, ba'zi shulardan esimizdan chiqib qoladi. Shundan g'aflatda qolamiz. Ana shuni eslatishlik uchun, ana shu maqsadga qaytarishlik uchun Alloh taolo mana shularni qilgan. Yoki bu ham Allohning biz ustimizga bo'lgan juda katta mehribonligi, juda katta bir xayr ehsoni. Shuning uchun bir musulmon uchun mana shu kunlarni g'animat bilishligimiz kerak.
mana shu kunlarda ana shu fazoillarni hosil qilishlik uchun, ana shu ajr savoblarni hosil qilishligimiz uchun mehnat qilishimiz kerak. Mehnat qilishimiz kerak. Ramazon oyi o'tdi. Ramazon oyida qancha mehnat qilgan bo'lsak, inshaalloh taolo uni ajr savobini olasiz. Go'yoki shu Ramazoni Karimni xayri barokatlari hozir ham nima tasalsul bilan kelayotgandik. Mana Zulqa'da oyi tugab Zulhijja oyi boshlanyapti. Zulhijja oyini dastlabki 10 kunligida qanchalik fazilatli, qanchalik xususiyatga ega ekanligini Qur'on hadisda mutolaa qilganimizdan keyin bilamiz. Qur'onni va hadis muborakalarni mutolaa qilganimizdan keyin Zulhijjani dastlabki 10 kunligi mana uni fazilatini bilaylik. Uni qanchalik xususiyatligini bilaylik. Unda qanchalar nima Allohning rahmati yog'ishligini bilaylik. Va mana shu kunlarni g'aflat bilan o'tkazmaylik. Balki hozirdan shunga tayyorgarlik qilishlik uchun mana shu suhbatimizni qilyapmiz. Toki men ojiz ham shunga tayyorgarlik qilaylik va biz hammamiz shunga tayyorgarlik qilaylik. Toki mana shu Zulhijjani 10 kunligi bizni hayotimizdagi eng chiroyli, eng go'zal kunlardan bo'lsin. Va to'liq mana shu kunni Allohning rahmatini, Allohning tajalliyotlarini hosil qilaylik. Va shu Qur'on hadislarda va'da qilingan shu savoblarni, ajrlarni hosil qilishga harakat qilaylik. Mana shu Zulhijjani birinchi 10 kunligini fazilatli bo'lishligi uchun sizlarning oldingizda tilovat qildim sura Fajrning oyati. Alloh taolo sura Fajrda marhamat qilyapti. Val fajr va layalin ashr va shaf'i val watr val layli idha yasr hal fi zalika qasamul lizi hijr. Alloh taolo qasam ichyapti. Bir narsani azamatini, ulug'ligini aytishlik uchun Alloh taologa qasam ichishni hech kerak yo'q. Bir joyda bir narsani Alloh taolo Qur'oni Karimda o'zini kalomida agar zikr qilsa, o'sha narsani qanchalik ulug'ligini, qanchalik fazilatligini bilsak ham bo'laveradi. Lekin bir narsani Alloh taolo zikr qilib, shunga Alloh taolo o'zi qasam ichayotgan bo'lsa, o'sha narsani qanchalik ulug'ligini, qanchalik muqaddasligini, qanchalik azamatligini bilib qo'yaylik. Mana shu oyat muborakalarda Alloh taolo qasam ichyapti. Val fajr. Fajrga qasam. Ba'zi mufassirlarimiz bu fajrdan murod qaysi fajr? Ba'zi mufassirlarimiz shu fajrdan murod shu Zulhijja oyini dastlabki 10 kunligini 10-kunini fajrini deyishadi. Zulhijjani 10 kunligini 10-kunini fajri. O'sha fajr namoziga Alloh taolo qasam ichyapti. Va layalin ashr. Keyingi ikkinchi qasam. 10 kechaga qasam. Va layalin ashr. 10 kechaga qasam. Juda ko'p mufassirlarimiz mana shu 10 kechadan murod Zulhijjani mana shu 10 dastlabki 10 kunlik. Layalin o'zi kechaga aytiladi. Lekin arab tilida, arab lug'atda layal kunduz va kecha ikkosiga aytiladigan so'z bu. Shuning uchun dastlabki Zulhijjani dastlabki 10 kunligi bo'lsin, kunduzi bo'lsin, kechasi bo'lsin, juda katta bir fazilatli kunlar kelyapti. Mana shu 10 kunlikka Alloh taolo qasam ichyapti. Va layalin ashr. Zulhijjani dastlabki 10 kecha kunduziga qasam. Va shaf'i. Shafa'ga qasam. Shaf'a deb o'zi juftga aytadi. Mufassirlarimiz bundan nima murod olishgan? Va shaf'i. Shu Zulhijjani 10-kuni. Zulhijjani 10-kuniga qasam.
Xossatan yana buni zikr qilyapti. Val vitr va shaf'i val vitr. Vitr toqqa aytiladi. Shu Zulhijjani 9 kuniga qasam. Va shaf'i val vitr val layli idha yasr. Val layli idha yasr deb ba'zi mufassirlarimiz shu 9-dan 10-kunga o'tar kechasiga qasam. Yoki sura Fajrning shu dastlabki oyatlarida Alloh taolo Zulhijjani dastlabki 10 kecha kunduzlariga xossatan 9 va 10 kunlariga va 9-dan 10-kunga o'tar kechalariga qasam ichyapti. Mana shu qasamlardan bilib qo'yaylik, Zulhijjani dastlabki 10 kunligini qanchalik azamatligini, qanchalik ulug'ligini, qanchalik Allohning rahmati, Allohning xususiy marhamati yog'ishligini bilib qo'yaylik. Alloh o'zi mana shu kechalariga, kunduzlariga qasam ichyapti. Uni fazilatli bo'lishi uchun o'zi mana shu oyat o'zi kifoyat qiladi. Bir narsani muqaddas bo'lishligi uchun, fazilatli bo'lishligi uchun ana shu narsalarni Qur'on va hadislarda uni fazoillari, uni xususiyatlarini nima zikr qilingan bo'lishi kerak. Qaysi bir amallarni nima ajr savoblari bo'lishligi uchun Qur'on hadisda o'sha amallarga targ'ib berilgan bo'lishi kerak. Sahaba ikromlarning nima asarlardan o'sha narsani bilishimiz kerak. Zulhijjani mana shu dastlabki 10 kunligi shunchalik azamatli ekan, shunchalik ulug' ekan. Xo'p, mana shu kunlarda nimalar qilishimiz kerak? Toki mana shu dastlabki 10 kunligini xayr va barakatlarni hosil qilaylik. Allohning rahmatini hosil qilaylik. Ko'pdan ko'p ibodat qilib, ko'pdan ko'p ajr savoblar hosil qilaylik. Mana shu kunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qilyaptilar. Afzalu ayyamud dunya ayyamul ashr. Dunyodagi, hayotimizdagi kunlardan eng afzalrog'i ayyamul ashr, shu Zulhijjani dastlabki 10 kunligi. Eng afzal kunlar. Ramazoni Karimni oxirgi 10 kunligini ham juda ham afzal deb bilamiz. Va bu hadisda endi bundan ixtilof bo'ladi ulamolarmizda. Ramazon Karimni oxirgi 10 kunligi afzalmi yo Zulhijjani dastlabki 10 kunligi afzalmi? Qur'on Majidda Alloh taolo bu kechalarga qasam ichishligidan va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisi muborakalarida bu kunni dunyodagi kunlarning ichidagi eng afzal ekanligini shu hadislardan ko'rgandan keyin juda ko'p fuqaholarimiz aytishadiki, Zulhijjani dastlabki 10 kunligi Ramazon Karimni oxirgi 10 kunligidan ko'ra ham afzal deyishadi. Ramazon Karimni oxirgi 10 kunligi uchun Alloh taolo qasam ichmagan. Ramazon Karimni oxirgi 10 kunligida Alloh taolo Qur'on Majidda nozil qilganligini xabar bergan xolos. O'sha kunlari Laylatul Qadr, toq kechalarini Laylatul Qadr deyilgan va uni fazoillarini aytilgan, lekin qasam ichilmagan. Lekin Zulhijjani dastlabki 10 kunligiga Alloh taolo qasam ichdi. Uni 10 kunligiga qasam ichdi. Uni 9-kunligiga qasam ichdi. 9-dan 10-kechasi o'tar kechasiga qasam ichyapti. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu 10 kunlikni dunyodagi kunlardan ko'ra afzalroq deb aytayaptilar. Mana shularni oldimizga qo'ygan holatda ana endi biz nima Zulhijjani 1-kunidan tortib to 10-kunigacha yaxshiroq, ko'proq ibodat qilishga harakat qilaylik. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Ma min ayyamin al-amalu solihu fiha ahabbu ila Alloh min hadhihi al-ayyam, ya'ni ayyamul ashr. Zulhijjani dastlabki 10 kunida qilingan amallar Alloh taologa juda ham ko'p mahbubroqdir. Sahaba ikromlar so'rashdi, Allohning rasuli: "Qalu ya Rasululloh, va la jihadu fi sabilillah."
nima mana shu kunlarda agar Alloh taoloni yo'lida agar jihad qilinsa, mana shu jihatdan ham afzalmi deb so'rashganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam javob berib marhamat qildilar. Vala jihadu fi sabilillah. Ha, ana shu kunlarda Allohning yo'lda jihad qilishdan ham ko'ra mana shu kunlari boshqa ibodatlar bilan masruf, boshqa ibodatlar bilan Allohning oldida qiyom qilishlik afzalroqdir. Keyin Rasululloh marhamat qildilar. Illa razdun xarja bi nafsihi va malihi falam yarji min zalika bi shay. O'sha kunlari mana shu kunlar agar bir inson o'zini joni bilan, o'zini moli bilan Allohning yo'lida chiqsa-yu, hech bir narsa bilan qaytib kelmasa, u afzalroqdir. Bo'lmasa, ana shu kuni qilinayotgan solih amallar Alloh taologa mahbubroq ekan. Nimaga siz ana shu 10 kunlik butun dunyodagi har bir kunlardan ko'ra afzalroq bo'lgandan keyin u kecha, u kunduzlari qilinayotgan amallar ham nima? Afzalroqdir. Agar mana shu Zulhijjani dastlabki 10 kunligini agar fazoillariga bir nazar solsak, birinchi fazilatini aytdik. Alloh taolo o'zi mana shu kunlarga, mana shu kechalarga o'zi qasam ichyapti. Ikkinchisi, Alloh taolo marhamat qilyapti. Inna iddatash shuhri indallohi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Zalika ad-dinul qayyim. Alloh taolo 12 oyni yaratdi. Mana shu 12 oy ichida 4 ta oyni ashhurul hurum qilib yaratdi. Ashhurul hurum. Zulqa'da, Zulhijja, Muharram va Rajab oylari ashhurul hurum. Hozir biz Zulqa'da oydamiz. Va Zulhijja oyi ham mana kirib kelyapti. Go'yoki mana shu Zulhijja oyini dastlabki 10 kuni ham nima? Ashhurul hurum ichida kelyapti. Ashhurul hurumni musulmonlar ham ta'zim qiladi. G'ayrimmuslimlar ham ashhurul hurumni ta'zim qilishadi. Ashhurul hurum ya'ni ta'zim qilinadigan oylar. Bunda hech qachon nima? Urush qilishlik, janjal qilishlik, to'polon qilishlik, bir-birini or-nomusiga tegishlik hammasi harom qilingan. Ashhurul hurumda. Ashhurul hurumda turibmiz. Zulhijja oyi ham ashhurul hurumlardan bir nima? Oy ekan. Mana shu ashhurul hurumdan bo'lganligi sababli ham bu oyning fazilati ko'tarildi. Uchinchi fazilat. Mana shu ashhurul hurum oyida, balki Zulhijja oyida Alloh taolo xossatan o'ziga ko'proq zikr qilishlikka buyuryapti. Ko'proq Alloh taoloni zikrini qilaylik. Bo'lmasa har vaqt Allohning zikri bilan yurishimiz kerak. Allohdan g'ofil bo'lmasligimiz kerak. G'ofil bilan zokir hech qachon barobar bo'lmaydi. Hech qachon biz Allohdan g'ofil bo'lmaylik, balki Allohning zikrida yuraylik. Xossatan mana shu kunlari Zulhijjani dastlabki 10 kunlarda Alloh taolo o'ziga zikr qilishni buyuryapti. Suratul Hajda Alloh taolo marhamat qilyapti. Vazkurulloha fi ayyamin ma'dudat. Vazkurulloha fi ayyamin ma'dudat. Ayyamin ma'dudat mufassirlarimiz mana shu Zulhijjani dastlabki 10 kunligini deyishadi. Vazkuru amr siyasi. Allohning zikrini qilinglar. Ayyamul ma'dudat Zulhijjani dastlabki 10 kunligida. Yana Alloh taolo mana shu sura Hajda marhamat qilyapti. Va yazkurasmullahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Va yazkurasmullahi fi ayyamin ma'lumat. Ayyamin ma'lumat dan murod nima bu oyat muborakada? Hazrat Abdullah bin Abbas, Hazrat Abu Musa Ash'ari, Hazrat Mujahid, Hazrat Qatada, Hazrat Ata bin Rabah, Hazrat Sa'id bin Jubayr, Hazrat Hasan Basri rahmatullahi, Hazrat Zahhak, Hazrat Ata al-Khurasani, Hazrat Ibrahim Nakhi, Imam Shafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Azam Abu Hanifa rahmatullahi. Shular hammalari aytishadiki,
Ayyamul ma'lum, bu oyat muborakadan ayyamul ma'lumatdan murod Zulhijjani dastlabki 10 kunligi deyishadi. Sura Hajning mana shu oyatlarida Alloh taolo Zulhijjani dastlabki 10 kunligida Alloh taoloni zikrini qilishlikka buyuryapti. Ko'p zikr qilaylik. Allohdan hech qachon g'ofil bo'lmaylik. Nimalar bilan zikr qilishimiz kerak? Uni ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni hadislardan o'rganib chiqamiz. Mana shu kunlarda nimalar zikr qilish kerak? Qaysi tasbihotlar, qaysi kalimalar bilan Allohni zikr qilishimiz kerak? Uni ham hadis muborakadan hozir o'rganamiz. Xo'p. Shu 10 kunlikda Allohdan g'ofil bo'lmaylik. Muroqaba qilaylik. La ilaha illalloh kalimasini ko'p virt qilaylik. Istig'for bo'lsin. Ya muroqabada o'tirgan holatda Alloh, Alloh, Alloh zikrini ko'pdan ko'p qilaylik. 4-chi fazilati. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari mana shu Zulhijjani dastlabki 10 kunligini fazilati haqida aytdilar. Afzalul ayyamid dunya ayyamul ashr. Dunyodagi kunlardan eng afzalrog'i shu Zulhijjani dastlabki 10 kunligi dedilar. Sahaba ikromlar so'rashdi, Allohning rasuli bundan afzalroq kun yo'qmi? Agar bu kunlardan afzalroq kun yo'q bo'lsa, u bilan teng kunlar bo'lishi mumkin. Vala mislahunna, nima? Shu Zulhijjani dastlabki 10 kunligi bilan teng keladigan, barobar keladigan kunlar ham yo'qmi? Xo'p, afzali yo'q ekan. Un bilan misli yo'qmi? Teng keladigani, barobari yo'qmi? deb so'rashdi. Vala mislahunna. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilarki, vala mislahunna. Afzali yo'q. Unga teng keladigan undaqa misli ham yo'q dedilar. Allohu akbar. Ha. Bir inson Allohning yo'lida chiqsa-yu, o'zini moli bilan, joni bilan shulardan biror narsa qaytib kelmasa, u afzal bo'lishi mumkindir. Bo'lmasa, bunday afzal amal yo'q dedilar. Allohu akbar. Zulhijjani dastlabki 10 kunligini fazilatlardan 5-inchisi. Mana shu 10 kunlikda shunday bir ibodatlar borki, ana shu ibodatlarni biz faqat shu dastlabki 10 kunlikda qilamiz xolos. Boshqa hech qachon qila olmaymiz. Juda katta ibodatlardan bittasi nima? Haj. Haj amali. Shu dastlabki 10 kunlikning ichidagi 9-kuni, 9-Zulhijja kuni hojilarimiz Arafat maydonida Alloh taolaga nima? Ibodat qilishadi. Alloh taolaning huzurida nima? Hozirlik berishadi. Alloh taolaga o'sha kunlarda faryod qilishadi, munojot qilishadi. Mana shu haj amali ham Zulhijjani dastlabki 10 kunligining ichida. 9-Zulhijja butun hojilarimiz dunyodan har tarafdan kelgan hojilarimiz Arafat maydonida. O'sha kecha nima? Muzdalifaga ketishadi. 10-kuni hammalari nima? Minoga qaytib ketishadi. Mashallah. Bu haj amali, Arafat, Muzdalifa, Mino, uni afzaliyati, uni muqaddas ekanligi, o'sha kungi ibodatlar, haj amallar faqat shu kunlarda qilinadi xolos. Yilni boshqa kunlarda agar haj qilmoqchi bo'lsangiz, Arafat maydoniga borib, vuquf qilmoqchi bo'lsangiz, uni savobini ola olmaysiz. Hajdan keyin ko'ring, Arafat maydoni shunda bo'sh yotadi. Hech kim bormaydi. Hech kim ehromini kiyib olib atdi nima? Vuquf qilmaydi. Hech kim Muzdalifaga bormaydi. Ziyorat uchun borsa bo'ladi. Ko'rib ziyorat qilsangiz bo'ladi. Lekin haj amallari bo'lmaydi.
Haj amallarini Alloh taolo mana shu Zulhijjani dastlabki 10 kunlarga qo'ygan. Va hadis muborakada keladi. Mana shu Zulhijjani dastlabki 10 kunligini ichida roza tutmoqlik, roza tutishlik. Dastlabki Zulhijjani dastlabki 10 kunligini har kuni birinchi kundan tortib to 9-gacha. 10-kun endi nima? Hayit bayrami. Birinchidan to 9-gacha agar roza tutsak, har kungi ro'zamizga 1 yil roza tutgan savobini beriladi. Har kungi ro'zaga 1 yil roza tutgan savob beriladi. Xossatan agar 9-kuni, Arafat kuni agar roza tutsak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar, 2 yillik gunohni Alloh taolo maaf qiladi. 1 yil o'tgan yilgi gunoh va 1 yil kelasi yilgi gunoh. 2 yillik gunohga kaffara bo'ladi. Roza tutaylik. Birinchidan to 9-gacha musalsal roza tutaylik. Agar musalsal tutolmasak, hech bo'lmasa 9-kuni Arafat kuniga roza tutaylik. Dushanba, payshanba kunlari kelayotgan bo'lsa, dushanba, payshanba kunlariga rozasini tutaylik. Qarang, har kuni hadis muborakada keladi. Har kuni kechani oxirgi hissasida, ya'ni tahajjud namozi vaqtida Alloh taolo Arshi azimdan mana shu nima dunyoni osmoniga nozil bo'ladi. Va e'lon qilayotgan bo'ladi. Kim duo qilsa, uning duosini qabul qiling. Kim o'zini gunohlaridan tavba qilmoqchi bo'lsa, uning gunohlarini kechiring. Kim hojatmand bo'lsa, uning hojatlarini ato qiling. Lekin Arafat kuni Alloh taolo Arshi azimdan kunduzgi vaqtida nima? Dunyo osmoniga nozil bo'ladi. Faqat Arafat kuni. Va Alloh taolo farishtalarga aytadi, qara, Arafatdagi hojilarga ishora qilgan holatda. Qara, hojilarni qaragin deydi. Sochlari to'zigan holatda, bir kir holatda Arafat maydonida bitta maydonga to'planib menga ibodat qilishyapti. Menga munojat qilishyapti. Menga faryod qilishyapti. Sochlari to'zigan holatda. Alloh taolo farishtalarni guvoh qilib aytadi: "O farishtalar, guvoh bo'linglar. Ularni duolarini qabul qildim va ularning hamma gunohlarini kechirdim." Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar: "Xayrud duo yawmil Arafa." Arafa kuni qilayotgan duo eng yaxshi duo degan. Hojilarimiz Arafat maydonida duo qilayotgan bo'ladi. Biz uyimizda o'tirib nima? Allohga duo qilaylik. Duolar qabul bo'ladigan kun, kechalar biz ustimizga kirib kelyapti. Mana shu Zulhijjani dastlabki 10 kunligida buni fazilati shunchalik ko'pki, ajr savoblar shunchalik ko'pki, Imom Ibn Hajar Asqaloniy rahmatullohi aytadilarki, mana shu kunda fazilati shunchalik kattaki, chunki mana shu Zulhijjani dastlabki 10 kunligida juda katta ibodatlar to'plangan. Shu 10 kunlik ichida. Shunchalik to'planganki, boshqa yilni boshqa oylarda, boshqa kunlarda bunaqangi katta ibodatlar to'planmagan. Shu 10 kunlikda to'plangan. Mana shu to'planganligi sababli ham buni fazilati nima? Juda ham ortib ketdi. Imom Ibn Hajar Asqaloniy rahmatullohi aytadilarki, mana shu Zulhijjani dastlabki 10 kunligida to'plangan amallar nima? Salah, ya'ni namoz, salat. Boshqa kunlar namoz o'qiymiz. Lekin mana shu Zulhijjani dastlabki 10 kunligi namozimiz nima bo'lsin? Boshqa namozlardan ko'ra sal farqli bo'lsin. Endi sal xushu, huzur bilan o'qishga harakat qilaylik. Sal qiyom, rukularni sal uzunroq qilishga harakat qilaylik. Qur'on Majidda har xil oyatlardan tilovat qilib o'qishlikka harakat qilaylik. Namoz, savm, hadis muborakada keldi. Mana shu kunlari tutilgan roza, har kungi roza 1 yil roza tutgan savobini olasiz.
va oxirgi Arafa kuni ro'za tutsak 2 yillik gunohimizga kafara bo'ladi. Sadaqa. Boshqa kunlarni sadaqa qilamiz. Lekin mana shu kunlari qanchalik qo'limizdan kelgancha, qanchalik toqatimiz yetguncha sadaqa qilaylik. Boshqa kunlardan qilingan sadaqadan ko'ra fazilatliroqdir. Sadaqa qilaylik. To'rtinchisi aytadilarki, haj. Mana shu kunlarda haj qilinadi. Boshqa kunlarda haj qilinmaydi. Keyin aytadilarki, azhiya, qurbonlik. Mana shu kunlarda qurbonlik qilinadi. Boshqa kunlarda qurbonlik qilamiz. Lekin u bir oddiy bir qurbonlik qilgan hisobini olamiz. Lekin mana shu kuni qilingan qurbonlikni o'zi bir fazilati bor. Qurbonlik. Va aytadilarki, takbirat tashrihat. Mana shu kunlari 9-Zilhijjani bomdod namozidan boshlaymiz, 13-Zilhijjani to asr namozigacha. Takbirat tashrihat. Mana shu kunlar aytiladi xolos. Boshqa kunlar yo'q. Shunday katta ibodatlar mana shu dastlabki 10 kunda jam to'planganligi sababli mana shu Zilhijjani fazilati yana ham ortib ketdi. Allohu akbar kabira. Mana shu fazilatlarning yana bittasi. Alloh taolo marhamat qiladi Qur'on Majidda. Va ba'adana Musa 30 laylatan va atmamnaha bi 10 fatamma miqat rabbih 40 layla. Alloh taolo Musa alayhisalom o'zi ham kalom bo'lishligi uchun nima? 30 kun muhlat bergan. Ana shu 30 kun nima? Zulqa'da oyining 30 kunligidir. Lekin Musa alayhisalom Alloh taolo bilan ham kalom bo'lgandan keyin mana shu hamkalomlikni shunchalik lazzati, shunchalik mazasi, shunchalik lazzati ko'payib ketdiki, yana nima? 10 kunni Alloh taolodan duo qilib oldilar. Va atmamnaha bi 10, yana 10 kun qo'shib berdik. Mufassirlarimiz aytadiki, mana shu 10 kun mana shu Zulhijjada dastlabki 10 kuni edi. Alloh taolo bilan hamkalom bo'lishlikni lazzati uchun nima qo'shib berilgan. Fazilatlarning yana bir fazilati. Alloh taolo Qur'on Majidda marhamat qilyapti. Was-samaa'i zatil buruj val yawmil mav'ud va shahidin va mashhud. Mana shu oyat muborakadagi mashhuddan murod ham Zulhijjani dastlabki 10 kunligi. Shahidindan murod juma kuni, juma namozi. Mashhuddan murod nima? Zulhijjani dastlabki 10 kunligi, balki nima? O'sha Arafat kuni ham deyshadi. Juma kuni ham insonlar bir joyga nima? To'planishadi, jama bo'lishadi. Mashhud Arafat kuni ham hojilarimiz Arafat maydoniga to'planishadi. Juda katta nima? Majmua bo'lganligi uchun va shahidin va mashhud, juma va mashhud Arafat kuniga qasam deyapti. Ya'ni Arafat kuni ham shu nima? Zulhijjaning dastlabki 10 kunligida keladi. Yoki va mashhuddan bu yerda ham nima? Zulhijjaning dastlabki 10 kunligi murod olsa ham bo'laveradi. Shunga Alloh taolo mana shu oyat muborakada qasam ichyapti. Fazilatlardan yana bir fazilat. Mana oyat bor-ku. Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakum islama dina. Mana shu oyat mufassirlarimiz mana shu oyat ham Zulhijjaning dastlabki 10 kunligi Arafat kuni nozil bo'lgan deyiladi. Yoki bizning dini islomimiz komil, mukammal, atam bo'lganligi ham e'lon qilingan nima? Arafat kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Arafat maydonida asr namozidan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarini tuyalarini ustida sahaba kirom tuyani nima? Arg'amchisini ushlab turishgan vaqtida mana shu oyat nozil bo'lgan. Yoki bizning din islomimiz mukammal, komil bo'lganligini e'lon qilingan kun Arafat kuni Zulhijjani dastlabki 10 kunlardan biri. Targ'ib-tarhib kitobida
Mana shu Zulhijjani dastlabki 10 kunigina juda ko'p fazilatlari kelgan. Shu fazilatlarning yana bir fazilati. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qilyaptilar. Ma min ayyamin al-amalu fihinna afzalu min hadhihi al-ayyam. Mana shu Zulhijjani dastlabki 10 kuni ichida qilingan amali solihlar boshqa kunlari qilinayotgan amali solihlardan ko'ra afzalroq deyaptilar. Yana bir hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilyaptilar. Ma min amalin azga indallohi fi hadhihi al-ayyam. Zulhijjani dastlabki 10 kunligida qilinayotgan amallar boshqa kunlarda qilingan amallardan ko'ra pokizaroq deyaptilar. Agar biz o'zimizni tazkiya qilmoqchi bo'lsak, mana shu kunlari ko'proq ibodat qilaylik. Va yana bir joyda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilyaptilar. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allohi min hadhihi al-ayyam al-ashr. Zulhijjani dastlabki 10 kunligida qilinayotgan amallar Alloh taologa ko'proq mahbubroqdir. Bir narsani Alloh taolo o'ziga mahbub deyapti. Ana shu amalni qilishimiz kerak. Vallazina amanu ashaddu hubban lillah. Iymon keltirganlar ham Alloh bilan ashad muhabbat qilish kerak. Alloh taolo mana shu kuni qilinayotgan amallarni ko'proq yaxshi ko'rar ekan. Alloh taolo bir narsani yaxshi ko'raman degan bo'lsa, bir mahbub o'sha narsani ko'proq qilish kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mahbub, o'zlariga ko'proq mahbub qilgan narsani sahobalar qilishardi. Nimaga? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga shu narsa yoqardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shuni yaxshi ko'rardilar. Hazrat Anas bin Malik radhiyallohu anhu o'zlarining idishlarida nima oqtaradilar? Ashqovoni oqtaradilar. Hozir biz o'zimiz idishimizdan go'sht oqtaramiz-ku? Yo boshqa narsa oqtaramiz. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu qachon ovqat yemoqchi bo'lsalar, ya'ni idishlardan ashqovoni oqtarib topib yedilar. Kimdan so'radi? Ashqovoni yaxshi ko'rasizmi? U kishi aytdilarki, yaxshi ko'raman. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rardilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rgan narsani sahobalar ham yaxshi ko'rishadi. Bundan chiqdiki, Zulhijjani dastlabki 10 kunligida qilinayotgan amallarni Alloh taolo yaxshi ko'rar ekan. Alloh taolo yaxshi ko'ryaptimi? Ana shuni biz nima qilib, biz ham mahbub bilib qilishimiz kerak. Kechalarimiz, kunduzlarimiz g'aflatda o'tmas. Ana endi savol. Xo'p, Zulhijjani shu dastlabki 10 kunligini shuncha fazilati bor ekan. Qur'on Majidda Alloh taolo qasam ichyapti. Qur'on Majidda Alloh taolo mana shu kunlarda nima? Allohni zikr qilishga buyuryapti. Mana shu kunlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dunyodagi kunlardan afzalroq kun deyaptilar. Mana shu kunlarda qilinadigan ibodat, katta ibodatlar, mana shu kunlarda qilinishga to'planibdi. Xo'p, biz mana shu 10 kunlikda endi qanaqa qilib shu 10 kunlikda o'tkazaylik? Qanaqa qilib tartib, o'zimizga bir tartib qilib olaylikki, shu 10 kunligimiz juda ham chiroyli o'tsin. Hozir vaqtimiz bor, shunga tayyorgarlik qilsak bo'ladi. Toki shunga tayyorgarlik qilaylik, shu 10 kunlikni birinchi kundan shuni boshlaylik. Shuning uchun ba'zi mashayixlarimiz shu 10 kunda qilinadigan ishlarni bir tartib bilan yozib berganlar. Shuni sizlarga aytmoqchiman. Birinchisi, Zulhijja oyi boshlanganda birinchi bo'lib oyni ko'rib, shu oy ko'rishlik duosini o'qiymiz. Allohumma ahillahu alayna bil amni val iman was salamati val islam robbi va robbukalloh. Ikkinchisi, oyni ko'rib, oyni duosini o'qiganimizdan keyin nima qilamiz? Takbir o'qiymiz. Allohu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar va lillahil hamd. Takbir o'qiylik. Ana endi mana shu kunda fazilatlardan bir fazilat nima? Zulhijjani oyi ko'ringandan keyin qaysi bir insonga
qurbonlik qilishlik vojib bo'lsa, o'sha nima qilmasin? Tirnoq va sochlarni olmasin. Birinchi kundan to shu 10-kungacha. To qurbonlik qilguncha. Bu kim uchun? Qaysi bir inson ustiga qurbonlik qilishlik vojib bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar, tirnoq va sochini olmasin. Bu ham bir mustahab amal. Tirnoq va sochimizni olmaslik nima uchun? Toki mana shu odam nima? O'sha haj qilayotgan, ihrom kiyib labbayk Allohumma labbayk degan odamlar bilan mushohabiyat bo'lishlik uchun. Ihrom kiygandan keyin nima? Sochini olmaydi. Ihrom kiygandan keyin tirnog'ini olmaydi. Mana shu odam ham hajga bora olmadi, lekin o'shalar bilan mushohabiyat bo'lishlik uchun mana shu amalni qilsin. Oyni ko'rganimizdan keyin soch va tirnog'imizni olmaymiz. Bu faqat qurbonlik vojib bo'lgan insonlar uchun. To'rtinchisi, birinchi kundan harakat qilaylik, ro'za tutishlik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Zulhijjani dastlabki 10 kunlarda ro'za tutardilar. Biz ham ro'za tutaylik. Har kungi ro'zamiz 1 yil ro'za tutgan savobini olamiz. Har kuni tutsak juda ham yaxshi. Alloh taolaga mahbub amallar ro'za tutishlik. Hech bo'lmasa dushanba, payshanba kunlarini tutaylik. Hech bo'lmasa 9-Arafat kungi ro'zasini tutaylik. 5-qiladigan amalimiz nima? Qur'on majidni ko'proq tilovat qilaylik. Harakat qilib agar mana shu kunlarda bir marta Qur'on majidni agar xatm qilsak, nurun ala nur. Bir marta Qur'on majidni xatm qilishga harakat qilaylik. Hech bo'lmasa har kuni nima? Bir pora, 2 pora o'qishga harakat qilaylik. Buni ma'nilariga, buni matlablariga, buni ta'limotlariga ne o'rganishga harakat qilaylik. Va boshqalarga ham tilovat qilishga nima targ'ib qilaylik. Har kuni Qur'on majidda tilovatini qilaylik. Chunki hozir aytdik, Qur'on majidga va va'adana Musa 30 laylatan va tamamna bi 10 fatamma miqat rabbih 40 layla. Ana shu 30 kunga 10 kunga qo'shib berilgan-ku. Ana shu 10 kunlik nima? Mufassillarimiz nazdida shu Zulhijjani dastlabki 10 kunligi. Yakunda Musa alayhissalom Alloh taoloning hamkalom bo'lganlar. Shu hamkalomlikning lazzatini topganlar. Biz ham nima? Alloh taoloning kalomini o'qiylik, Alloh taoloning hamkalom bo'laylik, kalomullohning nima? Lazzatini topaylik. Qur'on majidda ko'pdan ko'p tilovatini qilamiz. 6-si, Alloh taoloning zikrini ko'p qilaylik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar: "Ma min ayyamin a'zamu indallohi va habbu ilayhi al-amalu fihinna min hadhihi al-ayyam fadhkuru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tamhid." Mana shu kunlarda qilinayotgan amal Alloh taolaga mahbubroq, Alloh taoloning nazdida ajrlari ko'p. Alloh taolaga mahbubroq mana shu kunda qilinayotgan amallar. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar: "Faksuru fihinna min at-tahlil." Mana shu kunlar nima? Tahlilni ko'p o'qinglar. Tahlil la ilaha illalloh kalimasini ko'p o'qiylik. Va takbir, Allohu akbar, takbirni ko'p o'qiylik. Va tamhid, alhamdulillah, alhamdulillah kalimasini ko'p o'qiylik. Ya'ni ko'p zikr qilinglar. Sura Hajda oyatlarni tilovat qildik. O'zi Alloh taolo mana shu kunlarda ayyomun ma'dudat, ayyomun ma'lumat, mana shu kunlarda Alloh taoloning zikrini qilishga Alloh taolo o'zi bizga buyurgan. Alloh buyuryapti. Rasululloh faksaru deb amr bilan bizga hukm qilyaptilar. Ko'proq, ko'proq, ko'proq qilinglar. G'aflatda o'tmaylik. Qur'on majidda tilovati bu ham zikr. Namoz o'qishlarimiz bu ham zikr. Va mana shu tamhid, takbir, tahlil, mana shularni o'qishligimiz ham nima? Aytishligimiz ham zikr. Shular bilan vaqt o'tkazaylik. Odamlar bilan ixtilot kam qilaylik, ozaytiraylik. Ko'proq
Tanholikda Allohni ko'proq ibodatni qiling. 10 kun. Ramazon Karim keldi, o'tib ketdi. Qanchalik mehnat qilgan bo'lsak, Alloh taolo ajr hisobini olamiz. Mehnat qilmagan bo'lsak, hech nima hosil qilmadik. Ana endi nima 10 kunlik kelmoqchi. Shu 10 kunlikdan avval shularga tayyorgarlik qilaylik va 10 kunlikda nima vaqtlarimizni zoy qilmaylik. Bozorlarga chiqib, odamlar bilan uchrashib, aqabaga sayrga borib, yo'q. Bu narsalardan endi o'zimizni tiyib, ko'proq ibodat qilishlikka harakat qilaylik. Roza tutaylik, o'zi aqabaga chiqishdan o'zimizni saqlaymiz. Roza tutaylik va roza tutgan holatda bu amallarni qilishligimiz oson bo'lib qoladi. Qur'on majidni tilovat qilay deysiz, keyin ozgina zikr qilay deysiz, keyin ozgina duo qilay deysiz, keyin mana shu kalimani so'matni 100 marta aytay deysiz. O'zidan o'zi roza tutgandan keyin shu roza o'zi shu narsalarga insonni o'zi tortib kelaveradi. Alloh taoloning zikrini ko'p qilamiz. Subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar. Bu hadis muborakada keldi. Bundan boshqa kalimatlar bo'lsin, zikrlar bo'lsin qilaylik. 7-si nafil ibodatlarni, nafil namozlarni ko'p qilaylik. Nafil namozlar. Farz namozlarga ehtimom qilamiz, jamoat bilan o'qishga harakat qilamiz, namozlarimizni xushu, huzur bilan o'qishga harakat qilamiz. Allohning huzurida hozirlik bilan o'qishga harakat qilaylik. Va bundan tashqari nafil namozlarga ham ehtimom qilaylik. Ishroq namoziga, chosh namoziga, xossatan tahajjud namozlariga. Mana shu 10 kunligida, mana shu 10 kunlik dastlabki 10 kunligida shunga harakat qilaylik. Ko'proq nafil namozlar o'qishlikka harakat qilaylik. Nimaga? Mana shu kunda qilinayotgan amallar Alloh taolaga nima ekan? Mahbub ekan. Mana shu kunlar qilayotgan ibodat nima ekan? Ajri azim hosil qilar ekansiz. Mana shu kunda qilinayotgan ibodatlar tufayli Alloh taolo nima? Sizni pokiza qilar ekan. Tazkiya hosil qilar ekansiz. Nafil namozlarni ko'p o'qiylik. Ishroq namozi, chosh namozi, tahajjud namozi. Va 8-chi qiladigan ibodatimiz ko'proq duolar qilaylik. Duo. Demak, bu kunlarda qilayotgan ibodatlar, amallar Allohga mahbub ekanmi? Duo bu ham bir ibodat. Duo o'zi mustaqil bir ibodat. Alloh taolo duo qilishga o'zi bizga nima hukm qilyapti? Ud'uni astajib lakum va idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani va ataakum min kulli ma sa'altumuh. Alloh taolo o'zi bizga aytayapti, duo qilinglar. Duolaringizni qabul qilaman. Nimaga so'rasangiz beraman deyapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hamisha Alloh taolaga duo qilganlar. Mana duolar ijobat bo'ladigan kun ustimizga kirib kelyapti. Shuni kecha kunduzlarga Alloh taolo o'zi qasam ichdi. Duo qilaylik. O'zimiz uchun duo qilaylik. Ota-onamiz uchun duo qilaylik. Aka-singillarimiz uchun duo qilaylik. Ummatul muslima uchun duo qilaylik. 9-si. Qancha qo'limizdan kelgancha, qancha istitoatimiz bor, sadaqa xayrot qilaylik. Mana shu kunlarda qilayotgan sadaqat xayrotlarning savobi juda ko'p. Boshqa kunlarda ham qilamiz, qancha qo'limizdan kelgancha. Lekin xossatan mana shu kunlarda xayr sadaqatlarni ham qilaylik. Xayr sadaqatlar, xayr sadaqat tufayli Alloh taolo rozi bo'ladi. Sadaqat tufayli nima? Alloh taolo har qanday ofat, kulfat, balolarni nima? Ummat ustidan Alloh taolo to'xtatadi, oladi. Xayr sadaqat qilishlik bilan molingizga barakat keladi. Xayr sadaqat qilishlik bilan nima? Umringizga barakat keladi. Xonadoningizga barakat keladi. Ahlayal avlod naslingizga barakat keladi. Allohning g'azabini o'chiradigan narsa xayr sadaqat. Mana shu kunlarda qo'limizdan kelgancha nima? Xayr sadaqat qilaylik. Xayr sadaqat qilib yurgan odam Alloh taolo judayam yomon o'limdan saqlaydi Alloh. Xayr sadaqat qilib yurgan insonda Alloh taolo hech qachon nima uni o'limini bir yomon holatda bermaydi. Xayr sadaqat
qilib yurgan odamni o'limi ham juda ham chiroyli bir holatda o'lim keladi. Xayr sadoqat qilamiz. 10-si qurbonlik qilamiz. Kim ustiga qurbonlik vojib bo'lgan bo'lsa, qurbonlik qilishda o'zining sharoitlari bor. Ana shu sharoitlari qaysi insonda topilsa, uni fiqh kitoblaridan o'qiymiz, bilamiz. Ana shu odam qurbonlik qiladi. Agar qurbonlik qilmayotgan bo'lsak, o'sha qurbonlik qilayotgan odamga yordam berib, shu qurbonligiga yordam beraylik va uni go'shtini tarqatishlikka yordam beraylik. Mana shu kuni qilinadigan eng katta ibodatlardan bittasi nima? Qurbonlik qilishlik. Qurbonlik qilishlik. Mana shu 10 ta narsani bizning mashayxlarimiz aytadi. Mana shu 10 ta narsani ehtimom bilan qilsak, muhabbat bilan qilsak, Alloh taolaning rizosi uchun qilsak, yoki Zulhijjani dastlabki 10 kunligini juda ham chiroyli o'tkazgan bo'lamiz. Shu Qur'on hadisda kelgan xayr va barakotlarni, fazoillarini topgan bo'lamiz. Agar g'aflatda o'tkazsak, kunlarimiz o'tib ketaveradi, kechalarimiz o'tib ketaveradi. Lekin bunday nima xayr barakatdan mahrum bo'lib qolamiz. O'zimiz ham amal qilaylik. Va mana shularni nima boshqalarga ham yetkazaylik. Uydagilarga ham yetkazaylik. Birodarlaringizga ham yetkazing. Hali vaqt bor. Boshqalarga buni fazilatini, hech bo'lmasa 2-3 ta fazilatini ayting. Fazilatdan inson o'sha amalni qilishlikka nima bo'ladi? Qiziqadi keyin. Bir narsani foydasini aytsangiz, fazilatini aytsangiz, o'sha amalni qilishlikka inson keyin qiziqadi. O'shanga shu 10 kunligini nima fazilatini ayting, toki u ham bu narsadan mahrum bo'lmasin. Uydagilar ham, akalarimiz bo'lsin, singillarimiz bo'lsin, ota-onalarimiz bo'lsin, ahli ayollarimiz bo'lsin. Toki ular ham shu kundan nima foyda olsin. Alloh taologa mahbub bo'lsin. Duo qilaylik. Haj ketganlar, hojilarimiz bo'lsin. Hojilarimizga duo qilishga aytaylik. O'zimiz ham duo qilaylik. Alloh taoloni duo qilaylik. Alloh taolo bizga nima? Shunday joylarga haj qilishga Alloh taolo bizga ham nasib qilsin. Duolar qabul bo'ladigan kunlar kelyapti. Xayr duo yawmil arafa. Birinchi kundan duo qilishni boshlaylik. Haj qilishni hammamiz yaxshi ko'ramiz. Hammamiz Alloh taolodan haj qilishni, haj nasib bo'lishini Allohdan so'raymiz. Mana biz ham nima? Har namozdan keyin labbayk Allohumma labbayk biz Hazratimiz aytadilar, rahmatullohi. Agar haj qilmoqchi bo'lsang, haj qilishni xohlasang, har farz namozdan keyin bir marta labbayk Allohumma labbayk deb o'qib, Allohdan huzurida duo qilgindirlar. Hech bo'lmasa borib bozordan ihrom sotib olgin, uyingga qo'yib qo'ygindirlar. Ana shu muhabbating, ana shu talabingni ko'rib, Alloh taolo nasib qiladi. Haj qilishning sharoitlari bor, lekin haj qilishlik bu bir nima ajib bir ibodat. Bunga muhabbat kerak, bunga talab kerak, bunga intilish kerak. O'zi boy odam boradi. Shariatning nazarida qaysi odam boy ekan, borib kelishga qudrati bo'lsin, o'sha boradi. Lekin shunaqangi bir insonlarni ko'rganmiz, boy emas, lekin yetib borgan o'sha yerlarga. Haj qilyapti. Nimaga? Muhabbati bordi, talabi bordi. Allohdan duo, faryod, munojat yig'i. Alloh taolo qabul qilgan. Ba'zilar har yili boradi. Har yili boradi. Mashallah. Har yili boradi. Nimaga? Talabi bor. Duo qilyapti, faryod qilyapti. Biz duo qilaylik. Duolar qabul bo'ladigan kunlarga kelyapmiz. Kecha kunduz qilinayotgan ibodatlarning fazilatini eshitdik. Qilinadigan duolar maqbul bo'lishini eshitdik. Ro'zalar tutishlikka harakat qilaylik. Qur'on majidi tilovatlariga kecha kunduz Qur'on majidi tilovatini qilaylik. Allohning zikrini qilaylik. Qo'limizdan kelgancha xayr sadoqatlar qilaylik. Qo'limizdan kelgancha boshqalarga yordam berishga harakat qilaylik. Qurbonlik qilaylik. Haj kelganlarning duosini qilaylik. Biz ham ular uchun duo qilaylik. Ular biz uchun duo qilyapti. Ummat uchun duo qilaylik. Mana shu Zulhijjani dastlabki 10 kunligini juda ham chiroyli o'tkazishga harakat qilaylik. Qur'on, hadis muborakalarda bizning juda ko'p fazilatlarni eshitdik.
Alloh taologa mahbub amallar ekan. Alloh taolo mana shu kunlarni chiroyli qilib, ehtimom bilan, ixlos bilan, muhabbat bilan o'tkazishimizga Alloh taolo tavfiq bersin. Alloh taolo g'aflatdan bizni saqlasin. G'aflatdan saqlasin. Kunlar o'tib ketadi. Lekin nima? Qo'limizga hech narsa kirmaydi. Shuning uchun mana shu kunlarni kelishidan avval tayyorgarlik qilaylik. Alloh amal qilishimizga ham tavfiq bersin. Va oxiri da'van alhamdulillahi robbil alamin.